Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan mana shu 3 ta o'yinda o'ynaymiz. Drive KSX, Sparkle Focus Group 2, ya'ni o'zimiz tilda KS va Fear Legends. Birinchi bo'lib Drive KSX dan boshlaymiz. Bitta o'yinda obzor qilib beraman. Bo'ldi. 3 minutlik yoki 4 minutlik video olishim mumkin. Chunki telefon zagruska bo'lishi qiyin bo'lyapti. Shuning uchun birinchi o'yinga kirishingiz bilan boshlanadi. Biz mana shu rally mashinani tanlab turib ichki salonlar ham jonchalik cho'tka desalarni lekin normalmi o'yin juda ham zo'r. Xohlasa yana boshqa o'yinlar tortib Minecraft tortib ham o'tib xohlasa videolar boshlanaman. Xohlasa ikkita va chiqib qoladi xohlasa videolar. Shuni kutib turing. Sizdan iltimos kanalga like va obuna bosib qo'ying. Va shu o'yin juda ham zo'r. Mana shu yerdan mashinalar tanlasangiz bo'ladi. Faqat har bittasini reklama olib chiqishingiz kerak. Shuning uchun mana shu avtobus, mana shu banan mashina, undan keyin bu KAMAZ, BMW E60 mi? Shunaqa mashinam bor. Undan keyin mana o'zi birinchi ochilganda beradi. Buni ochganman va Porsche. Undan keyin bu mashina va mana shu buni ham ochilganda beradi. Bu Ferrari mi bilmadim qaysi mashina. Buni o'zingiz ochishingiz kerak. Buni ham ochganman, buni ham va bu. Undan keyin bu. Endi ikkinchi o'yinimizga ko'rsatamiz. O'yinimiz bu o'yinda hamma biladi. Birinchi raundni boshlab qo'ygandim, hali bitta video olgandim. Hozirda o'chirib yubordim. Hozir video jam bo'lsa maksimum 5 minutga yetadigan bo'lishi kerak. Bir raund o'ynab qo'yaman. Undan keyin bo'ldi. Bitta headshot. Bir round o'ynab qo'ydim. Mana endi oxirgi o'yinimiz bilan tanishtiramiz. Bu Fear Legends. Ovozini pasaytirsak, bundan hozirgi videosini ko'rsatishim mumkin. Boshdan boshlasak. Normalde bu o'zi o'yinda boshqacharoq ko'rsatiladi. Mana shu juda ham zo'r, menga yoqadi. Har doim o'ynaydigan o'yin. Qolgan ikkala o'yinda kontrda akamlar kelganda o'ynab turishim mumkin. Drive KSX da boshqa paytda o'ynab turishim mumkin. 3 minut bo'ldi video. 5 minutga cho'zib qo'yamiz shuncha. Bir round o'tib beraman bundan. Keyingi videoda qanaqa o'yinlar o'ynashimizni kommentariyaga yozib qoldiring. Qanaqa o'yinlar o'ynashimizni kommentariyaga yozib qoldirsanglar, o'sha o'yinlarda aytsanglar o'taman. Mana mashina bor. Burada mustaqil mashinalarni qolagan joyini kuchaytirishlar mumkin. Motorlarni kuchaytirishlar mumkin. Motor. Mustaqil. Undan keyin turbini qo'yib turib, undan keyin shunaqa qilib kuchaytirsalar bo'ladi. $1600 ekan, shuni kuchaytiraman. Bitta leveldan bo'ldi. Davleniyani to'liq qilib turib bo'ldi. Shu oxirgi o'yinimizni sizlar bilan xayrlashaman. Iltimos kanalga like va obuna bosib
qo'yinglar va keyingi videoda qanaqa o'yinlar o'ynashimni aytib qo'yinglar. Va o'yinlarda og'irligi 1 gigabaytga yetmasin. Bo'lmasam ayam sotib yoki telefon ko'tarmay qoladi. Xayr, yaxshi tomon ko'ringlar. Erta yo indin video chiqib qoladi.